Shunaqamiz. Video olamizmi? Qani kel. Dedi-ku, bu yerda hozir bilasizlarmi qanaqa boks bor? Menga o'xshagan sepkilli. Agar yog'ingiz bo'lsa, agar ugridan qolganingiz bo'lsa yoki umuman yuzingizni oqartirmoqchi, tiniqlashtirmoqchi, poralarga qarshi kurashmoqchisiz, glow skin dedi-ku, bilasizlarmi? Men bir Koreyada shunaqa hamma yuzni yaltillatib, aynan o'shanaqa yuzlar uchun boks yiqaman. Sizga hozir bitta-bitta obzor qilib beraman. Birinchisi, bu penkani men sevaman, sababi penkani o'zi yuzni даже oqartirib, juda ham yumshoq tozalaydi, keyin ko'pirtirib yuvadigan qizlar uchun. Bu kichkinani endi men aytmasam ham bo'ladi. Men auditoriya vitamin C desam sarnzapa deydigan bo'lgan hozir. Ham yuzdagi ajinaga, ham ugrilarga, ugrilar iziga, ham dog'ga, ham sepkillarga ishlagan. AC amplocham. Oho, bu eng katta kelin, ishoninglar. Ulan surganingizdan keyin o'sha bir hafta yuzinglar oqarishni, tiniqlashni, poralar qisqarishni, yuzinglar boshqatdan kashf qilishni boshlaysizlar. Endi esa namlantiruvchi krem. Buncha o'qitsaga обязательно namlantiruvchi o'qit kerak, ya'ni namlantiruvchi kremlar. Meni sevganim bu SPF yuzinglarga ham ton beradi, ham namlik beradi. Yuzinglar bilasizlarmi, qanaqadir tiniq turgandek bo'ladi. И обязательно maska. Meni soling, qoqindiq degan kosmetichkamiz sizlarga sovg'a tariqasida. Xo'sh, bizning ushbu boksni sizlarga yoqdimi? Qaysi birini ishlatgansizlar? Otzifingizni pastga yozib qoldiringlar.